Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Qanday yaxshimi? Obdan turib o'tamsizlar. Bugun biz Qum bosgan shahar romaniniki davomini o'qishni davom qilamiz. Oldingi boblarda biz Yantoq oqsoqolning o'g'illaridan cho'ng o'g'li Umarning bu Natoni shahri kirgandan keyingi qismatlari bilan tanishdik. Endi kichik o'g'liga keldik. 23 bob. Savdogarning xotini. Umarning inisi Barat mangan yo'lovchilarni shaharning ikkinchi bir darvozasi oldiga ilib boradi. Barat darvozaga yetib bormayla, uningga shahar tarafdan kelayotgan bir odam uchrashdi. Iliq odamning bir qo'lida itlardan qo'g'dinish uchun elib olgan bir tayoq turadi. Yana bir qo'li bilan dumbisga yudib olgan tag'arning og'zini mahkam tutib olgan edi. Uning ustiga kiyib olgan uzun yaktikini mahkam o'rab chigib olgan belvig'ida qandoqdir bir hayvonning qora munguzi, yo'g'on qululi qipi, chet cho'rlari titilib ketgan ko'ni bir polnomi kitob degandek narsalar qistirg'iliq turadi. Uning nihoyatda mukammal bir kasbiy divon ekanligi turqidilla ma'lum edi. Bu divona ustidagi yukning ig'irligidan qo'lidagi yog'ochni oz qilib taynib, hosirab, orolli qadam ilib kelmoqda edi. U yo'lda o'tib ketayotgan har bir yo'lovchini vaqirab to'xtatib, tog'ir ichidagi shahardan tilab yiqqan ko'ni yog'onlarni setmoqchi bo'ladi. Divana Baratni yiroqdan ko'rib, yo'l bo'yidagi bir qariyog'ochning soyasiga kelib to'xtadi. Miristik tag'arni yerga qo'ydi-da, belini ruslab Baratni chaqirdi. "Oy, balamoy, nima odamsan?" "Yo'lovchiman", dedi Barat. "Qani bu yoqqa, bu yoqqa bir kelib ket. Ranjiman tag'a, menda sana sadiq qilg'idek puchuq yomoqmi yo'q?" "Men sendan sadiq so'rayotganim yo'q-ku, bilib qo'y. Men payshanba kundan boshqa kun sadiq tilamayman." "Amsi nima gaping bor?" dedi Barat uning oldiga kelib to'xtab. Kiyimlaring nimancha ko'na? Bizning divonlar mahallasining divonlaridan emasdirsan yoki u yerdagi bir divonning urug' tuqqanlarining bir nimasi bo'lamsan ya? Yo'qsa tag'a, men yiroqdan kelayotgan musofirman. Shaharga nima ketyapsan? Ish izlab. Qara, o'zing yap-yashil tursan, u ustingda kiyimlaring yirtilib, qaroqsiz bo'lib ketibdi. Birasi bilan tortishmoq o'ynadingmi qandoq? O'riqlig'ingdan mag'zingning ustixonlari teshik tepib chiqay deb qopti. Chiroyingchi? Chiroying nimancha seriq? Yoki senmi bizning divoni mahallasining divonlariga o'xshash yuzingga atay eski tamning to'pisini surib oldingmi ya? Mush yapting bilan shaharga kirsang kim senga ish berdi? Sen tilamchi yoki o'g'ri deb gumon qilishi yoki yosh turiblar mundaq eski kiyimlarda yurganing qarab puchuq chiqqan o'rin o'xshaydi deb qilish cho'qim. Tex aqlingning joyida ekanligiga ishonmay qilishim turgan gap. Divona shundoq og'zi besilmay vatildab ketdi. "Tag'a", deb uning gapini bo'ldi Barat. "Nima gaping bor edi? Chapsaroq ayt, oldirayman." "Oldirgan shaytonning ishi, yaqinroq kelmamsan. Attiganda menga yo'liqqiningni Xizrga yo'liqdim deb tushunayver." Divona tog'orning og'zini ichib, uning ichidan opqutlari ajrab kiygudek holi qolmagan eski oyoqlar, girvaklari titilib ketgan ko'ni do'ppa, qop-qora kirning dastidan asli rangining qandoqligini ayirg'ili bo'lmaydigan kiyim-kechak, purlashgan salla, yana qandoqdir bir eski tuskilarni sug'urib atrofga yig'ildi. "Bo'ldi, avarumma tag'a", deb mengishga tamshaldi Barat. "Sana aytdim-ku, menda pul yo'q." "To'xta", dedi divona. "Hech bo'lmaganda sen muni chapan ishtonni bosim ilib qolgin. Tiqishtirib qo'ygan pulingni qo'rqmay chiqa. Bulangchidan qo'rqib eski kiyimlarga o'rnab olgan haramzadalarni ko'p ko'rganman. Bizning divonlar mahallasidagi divonlarni ko'rsang, kiyimlari seninkidanmi juljul. Ularning ba'zilari shundoq biyib ketdiki, yiqqan pullarining sonini o'zlari uqmaydi. Mana G'ojak divonning uch yerda qo'ruv joyi bor. Üstiga 4 xotin oldi. Mening texi ikkili yerda qo'ruv joyim, 3 xotinim bor. Nimaga qarab tursan? Qara, qo'lingga ilib ko'rib baq. Sen o'xshash egiz bo'y odamga loyiq. Texi yengili turg'unni ko'rayotgansan. Uni menga tunigin bir savdogarning tul qolgan xotini sadiq qildi. Men uning o'lib ketgan erining ro'yiga atab eng ulug' oyatlarni o'qib duo qildim. Dedim-ku, mening pulim yo'q. Qachon sen bu nimalarni bekorga bermassan? Rost puling yo'qmi? Deb Baratga boshdan oyoq qaradi divona. Bo'pti, bekorga bo'lsam ol. Yukim ozroq bo'lsin yenikilsin. Ammo meni unutib qolma. Shu topda men sening ko'zlaringdan kelgusingni qiyos qilib turibdiman. Sen yoshsan. Xudo omadingni berib qolsa texi biyibmi ketsan. Shu chaqda Xudo buyursa biz yana uchrashib qolamiz. Meni unutib qolma. Chapon o'tiklarning pulini men sendan shu chaqda undirib olaman. U chaqda insofingga beqib ko'proq berasan. Divona shundoq og'zi besiqmay vatildab turib, Baratqa heliqi o'lib ketgan savdogarning eng ulug' duolar badli kiygan kiyimlarini kiygizdi.
Barat divanının eski tüskülері arasıdan yeni yenirak bir doppa, soğudigerler bağlaydıgan bir ranglik belvağını tallab aldı. Bu kiyimler Barat'ını rastıllı xeyli iskiyatga kirgizdi. Şu turquda o soğudusu taza yürüşüp ketmegen bir elip satarga, yoki bo'lmasa soğudigerlerinin yügür yetim işlerini becirdigan chaparmellarga o'xshab qoldi. Al, xalığını tallab al, deb to'xtamay so'zlaydi divane. Mana bu narsalarning hammasini uyga yetkazishning hojati yo'q. U yerda mundaq ko'ni yangi narsalar tog'dak to'linib turibdi. Sana rahmat tog'a, dedi Barat. Divane Baratning bosh oyog'iga yana bir qarab rozi bo'lgandek bo'ldi-da. Endi yo'lingga borsang bo'ladi. Deb qolgan narsalarni tog'irga niqtab tiqib turib, mana endi haqiqiy bir boyvachchaga o'xshading. Boyvachchalarning ichidan yegan ichkin chiroyga chiqmaydigan sanga o'xshash to'pi chiroylar uchrab turadi. Barat mundaq bekaq narsa berdigan divaniga uchrashtirgan uchun Xudoga shukr etib, shahar tarafga qarab yo'lni davomlashtirdi. Shaharning Barat kirgan darvozasi atrofida meyzabxonalar, qima so'rinlari, cho'ng tamaki chekib nag'ma navo qilishadigan maydonlar joylashgan edi. Qator ketgan oshxonalardan har xil tamoqlarning mazzilik burqi keladi. O'choqlarda charaslab o't kuyib, yo'g'on doshqozonlarda puruqlab go'sht qaynaydi. Sho'rpa so'rib o'ltirgan semiz oshpaz ustida maydonchilari vilildab turgan sho'rpalarni opqur chinilarga usiydi. Baratning ashu sho'rpaga biror parcha qattiq nonni bo'lsin bir chilab yeb olg'isi bor edi. Afsus, uning hamma yanchiqi quruq edi. U oshxonalarning namlashgan to'rislarini agib chiqayotgan quyuq busni ichiga yutqunicha odamlarga urilib so'qilib maydonni kesib o'tdi. Ondan maqsadsiz bir ko'chaga burildi. Kunmu kechkiray deb qoldi, deb o'ylaydi u. Mana bir kun bozor cho'gilabdiman. Mundaq bekadan beka yo'l manganning nim foydasi? Agar yana bir kun mushundaq qo'saqqa hech nima yemay piqirab yuradigan bo'lsam, cho'qim yiqilib qolaman. Rahmatli dadam bizni mushundaq ig'ir kunlar qolmasin deb yiliq tillalarni bizga miros qoldirgan bo'lg'aydi. U nima uchun 100 tillani saq qoldirmay bir kam 100 tilla saqlab qo'ygandi? Yo'q. Bir tillani cho'qim yiliq Umar degan kazzab tiqib oldi. Bo'pti. Tilla 99 bo'lsinmi deyli. U akam bo'lganikin men 50 tilla berish kerak-da. 50 tilla yanchiqdi bo'lgan bo'lsa, avval yiliq sho'rp so'rib o'ltirib, oshpazning oshxonasiga kirib bir kallik pishiq go'sht bilan bir chin sho'rp setib olatdim. Yumshoq nonni sho'rpaga tekkizib yeb, ondan go'shin tetib arq tarafdan bir ayolning "Hey odam" deb varqirgan ovozi Baratning quloqiga kirgandek qildi. "Meni biror chaqiryaptimda nima?" dedi Barat ichida. U o'zining shirin xiyolini bilib orqaga qarashga erindi. "Yo'qla, meni bu shaharda kim taniydi? Boshqa birini chaqiryapsa kerak." Sho'rpaga nonni chilab yevilib, ondan go'shtga tutish qilsam, to'yib qolgan qo'saqqa go'sht toza mazza tetmaydi-g'u deyman. Avval go'shtni toza mazza qilib yeb, ondan chala qolgan yeriga sho'rpa bilan non yesam bo'g'idek. "Uy, adam, men seni chaqiryapman" degan ayolning ovozi Baratning quloqining tubida anglandi. Yanchiqida 50 tilla sharaqshib turgan odam sho'rpaga non chilab yeb o'tsa kulkilik ish bo'lmamdi, deb xiyolini davom qildi Barat. Eng yaxshisi meyzabxonalarning birariga kirib, go'sht bostirib, polo buyurtib, sharob bilan mazza qilib yegan tuzuk. Ondan ko'pida ham boshlab yetib, sozandalarning nag'masini anglab, usulchi xonimlarning bellarini to'lg'ab, naynaqshg'onlarini ko'rdigan gap. "Uy, adam!" Kimdo biri orqasidan kelib Baratning mursiga shapaloq qildi. Barat cho'chib orqasiga qarab, oldida turgan purkanchilik bir ayolni ko'rdi. Ayol yuziga qalin chumbal tortib olgan edi. "Voy xudoyim-ey!" deb varqirvatdi ayol Barat qarab. "Yop-yoshli bir yigit ekanlig'u, orqalaridan qarab o'lib ketgan erimga o'xshatib esimni bilmay yuguribdiman. Ustlaridagi kiyim-kechak, voy buni belbog'i do'ppilarchu. To'g' xudoyim, odam shundoq o'xshaydi ekan-a?" Oljib qolgan xotinmi bu nima deb o'ylab qoldi Barat. Uning o'lib ketgan eri ko'chit nima ish qiladi? Ha, rost, erining kiyimlarini eng ulug' bolalar tegishayotgan tul xotinmi shunmi? deb ustidagi kiyim-kechaklarni yiliqi divanning baganligini esiga oldi Barat. "Tova, qo'l silib mengishlaring o'xshab ketganini aytaymi?" dedi ayol so'zini davomlashtirib. "Aldirash bo'lmaslari uyimga kirib bir chini chiyimni ichib keslar. Rahmatli erimga choy sungandek bo'lib, ko'nglim xush bo'lib qolsin." Qo'rsqi ichib, uchaylar beqiniga chopilishib ketgan Barat ayolning gapini anglab ichida xo'shal bo'ldi. Kim biladi deb o'ylaydi u. Yaratgan egamda mang keldigan omad balki mushu xotinning uyidan boshlana. So'dganing xotini bo'lgandan keyin haqcham bu bir soyibchamal xotindir. Uning erdan qolgan tugamas bisatimi bordi. Ko'nladi pul xotin deb bekaga aytmagan.
İp kep qalsa bugünlə onun uyda qonup qalıb indəki keltirmən. Ondan sodagərdən qalğan həmin boylıq mening boladı degan gap. Xiyal sürüp turib ketdiğo dedi ayol. Yursizlar, uyim yiroq emas. Men seni tanımasam dedi Barat. Oldirapla әgişip mangsam bu xotin boshqacha o'ylab qolmasin degan xiyolda jim turib oldi. Tanımasizlar tanışimiz. Yat bir erni uylariga boshlab baslar haqnimda. Oş, men bir yolg'iz sul xotin. Haqnim deydi. Yursizlar tatmısizlar. Barat ayolga әgişip shaharning agir-bigir ko'chalari bilan uzoq mangdi. Ayol Baratni ayrilib qolmasin deb ansirab pat-pat orqasiga qarab qo'yatdi. Yo'lning oxiri ularni bir ko'lning bo'yiga chiqdi. Ko'lning atrofi dal daraxtlar bilan o'ralgan edi. Ko'ldan suv oladigan tarafda yo'g'on darvozaliq bir hovli turardi. Hovlining orqasida dehqonlarning ko'ktat dariydigan etizliqlari so'zilib yotadi. Yiroqda quyosh o'zining oxirgi qizg'ish nurlarini bulutlar ustida qoldirib, asta-asta petib ketayotadi. Yap-yeşil leş basqan ko'l suyi daraxtlar ostida jimjit ugidaydi. Mana keldik, dedi ayol ko'l bo'yidagi qo'roning darvozasi oldiga kelib to'xtab. U purkanjisining ichiga qo'lini tiqib, uzoq oqtirib bir tiziq ochqichni oldida qulupqa soldi. Darvoza hasratlik g'ichildab qiya ichildi. Ayol Baratni bo'ylig'i boshlab darvozani mahkam yopdi-da, ichidan yana qulupni besivatdi. Hovlining ichi hech nima yo'q, oppoqchilikli edi. Nerida qator qilib selingan bir necha ig'iz uy turadi. Uylar o'z vaqtidagi iskatini yo'qitib ko'nirgan. Ustiga sog'an yog'ochlari chirib qaridab, uygisining to'pisini ko'tarolmay bir tarafga qiysilib ketgan edi. Kishi yo'q uyning bo'lmoqchi deyla, deb tushundirdi ayol. Erim bachaqlarda bu uylar shahardagi eng chiroyli uylardan edi. Mehmon bo'lib kelib ketayotganlarning oyog'i uzilmaydi. Rahmatli to'lim sexiy odam edi. Har payshanba kuni ko'l bo'yi qozon esib yurtqa nazar beradi. 2 qizim bor edi. Ularni әйі tegib ketib qilishdi. Uzun yildan beri o'zim yolg'iz, hech ishga ulgurolmadim. Ayol so'zliginicha quluplarni ichib Baratni uyga boshladi. Uy ichidagi qadimiy china, qocha, gilamlar, qilin yekandoz, yotgan ko'pilar haqiqatan uy egalarining davlat malligiga guvoh berib turadi. Haqiqatan bu xotinning yerdan qolgan xili ko'p oltin kumushlari bor, deb o'yladi Barat. Bo'lmasa u nimaga tayinib kun kechirdi? Hovlining atrofida ko'ktatliq etizlar, eliq cho'ng ko'linmush xotinga tava bo'lsa kerak. Uning darvozasini ichidan qulupligini qaraganda meni qo'ndirib qolish niyati bor qiladi. Bir kechilik qo'nib, uning ko'nglini tutib olsam, xazinaning og'zi menga ichildi degan so'z. Barat xiyolining oxirini davomlashtirolmay, ustidan purkanchisi bilan chumbulni ilib tashlagan ayolga qarab qetib turib qoldi. Uning ko'zi oldida yeshi 60 bilan 70 o'tirisidagi bir qari xotin turadi. Baratning badani tikallashib ketdi. Bu xotinning qishig'i qo'ygan damdak o'smisi, yuziga surkigan ufpaanliklari kishining texim qusqisini keltiradi. Nimaga angliqib qolding? Dedi xotin Baratni sallab. Qani, yuqori o't. Ayol Baratning ostiga qo'shlab ko'pi tashladi. Oldiga dasturxon selib, saqlanganiga kam deganda 10 yil bo'lay degan asal, ko'kirib ketgan moy, qurtlagan jigda qoq, qetib daranglab ketgan to'qashlarni ochiqdi. Ondan bellarini to'lg'ab, uyoq bu yoqqa mengib choy tayyorlashga tutish qildi. Barat o'zining bir qog'dolma dalliga uchrab qolganligini tushundi. Bu xotin qarg'an siri uning ichiga qo'rqin tushadi. Meni nima qari besib Maçallı yayının çataq yeri ya to'xtatib to'g'lanmaydi ekan. Ben kulgim kelib ketdi yana o'qiyotgancha. Hozir davom qilamiz.
Diktor riyasetçilerge jiq qayil oldum juma. Bu bu xotunga qaragan siri uning ichiga qo'rqinch tushadi. Meni nima qarab esib bu xotunga әgishib bu uyga kelib qolgandiman deydi Barat ichida. Bu dallining darvozasini qulib Haqiqatan shu diktor riyasetçilerge jin qayil oldum. Özünün bütün nimadan bir tarafga qo'yib biz anglasak ajoyib nima kasbiy anglaymiz-ku ashtalam o'qalig'indan. Nima qarab esib bu xotunga әgishib bu uyga kirib qolgandiman deydi Barat ichida. Bu dallining darvozasini quluplayotganini qaramamdigan. Nimaga xotun kishidek nozlanib o'ltirsan? Dedi ayol choyni tayyorlab. Baratqa sürkilib digidek yaqin o'ltirib. Qattiq nonni choygachilar yumshaydi. Hasal maylardan elib qo'rsqingni to'yg'uz. Shu tapda Barat hech nima yemayla g'iqqida bo'lib qolgan edi. "Men ketib olaymikin?" dedi u. "Na ketatding?" dedi ayol. "Qo'rqma, men odam yemayman. Bordigan yering yo'q, musofirliging chiroyingdan chiqib turibdi. Qarong'i tushib qoldi. Issiq o'rinda yetib, aramingni ol. Ikkimiz to'g'ri bo'lmas. To'g'ri bo'lmaydigan nari bor ekan? Meni qiyr ko'ryaptamsan? Voy yey, nemisini dey? Әдin ayrılğanımga 30 yil bo'pti. Bir chaqlarda men qaltis cho'kan edim. Ishik oldimdan axaq ayib ketanmaydi. Sening yosh cho'kanlaringning bir kuni qirib meningdan battar bo'lib ketadi. Qir xotin Baratga surkishib yaqin o'ltirdi. Baratga bu uyda qo'nib qolmoqdan boshqa iloji yo'q edi. Xotin oldirab dasturxonni yig'ishtirdi. Barat tong yurishi bilanla o'rnidan turib mengishga tamshadi. "Nega?" dedi xotin yotqandan beshini chiqarib. Uning yolg'on chechi serilib, yostiqning bir chetiga tushib ketgan bo'lib, taqir beshi ichilib qolgan, chiroyi texmi sa'atlashib, cho'chaklardagi yalmavuz mo'mayga o'xshab qolgan edi. "Men qaytay", dedi Barat. "To'xta", dedi xotin. "Ustingda kiyimlarni selib qo'yib ket." "Bu nima deganing?" "Bu kiyimlarning menga lozim bor. Rahmatli erimning bu kiyimlarini kiyib, kiyimlarini yiliqi divaniga sadiq qilaman. U erimga atab duo qiladi. Xudodan gunohlarimga afv so'raydi. Ondan bu kiyimlarni opirib, san o'xshash yana bir g'erib musofirga beradi. Ondan sa u kiyim kiygan musofirni bozorda tutib olib, rahmatli erimga ajab o'xshaydiganlar deb uyingga boshlab kelsa degina, deb xotinning so'zini davomlashtirdi Barat. "Hep belli", dedi xotin. "Xeyli aqlli yigit ko'rinsan. Qara, qirg'anda mushkuni qoldim. Gunoh petib qolishdan qo'rqmamsan?" Bir axunum meningdan 10 tilla ilib, tul xotin o'lib ketgan erining kiyimini kiygan bilan zina qilsa halol bo'ldi deb fatvo qilib bergan. Gunohim bo'lsa, shu imomga hisob. "Men bu kiyimlarni sang serib bermasam taloq yalang'och chiqib ketamdiman", deb baqiribdi Barat achchig'ida. "Yalang'och chiqib ketishdan qo'rqsang talog'i chiqma. Mening seni o'lguchi boqquchiligim bor." Barat uydan itilg'inicha qechib chiqib, hovlida bir daqiqa tangirqab turib qoldi. Darvozada yo'g'on qor qulib esilib turadi. U yugurib berib tomga esilib orqasiga uchib tushdi. Qir xotinning ishki oldiga chiqib, "Voy o'g'ri, rahmatli erimning kiyimlarini qo'yib ket, kiyimlarini", deb varqirgan ovoz anglandi. Barat ikkinchi qatim kayniga dojib, jelining baricha yugurib berib tomga esildi-da, hovlining u tarafiga guppida tushdi. O'rnidan oldirab turib, kiyimlarining to'pisini qoqmay qechib ketdi. Bu bobni tugidi, davomini davomli o'qiymiz.